Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Nuriddin Ismoilov sarguzasht va detektiv janridagi asarlari bilan kitobxonlar orasida juda mashhur bo'lgan ijodkor. Ijodkor 1969-yili 20-yanvarda Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida tug'ilgan. O'nlab asarlar muallifi. Uning asarlari asosan o'tkir syujetli sarguzashtlar va inson ruhiyati tasvirlangan detektiv hikoyalardan iborat. Aziz kitobxonlar, sizning e'tiboringizga Nuriddin Ismoilov qalamiga mansub Sohibqiron kitobini havola qilmoqchimiz. Bu kitobda asosiy e'tibor Temurbekning bolaligi, o'smirligi va uning xarakteri qanday shakllangani, harbiy san'atda sirlarini o'rganishi hamda ilk jasoratlari qaratilgan. 14-asrning o'rtalarida Maunaxirda hukm surgan tarqoqlik, Mo'g'ullar zulmi va o'zaro ichki nizo, kurashlar realistik bo'yoqlarda tasvirlangan. Temurbekning tarqoqbeklik va qabilalarni birlashtirish yo'lidagi birinchi qadamlari, jumladan Amir Qazog'on va Amir Husayn kabi o'sha davrning nufuzli shaxslari bilan munosabat yoritilgan. Sohibqiron tarixiy shaxs obrazini jonli va qiziqarli tarzda ochib beruvchi asar. U faqat tarixiy ma'lumot emas, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Muallif Nuriddin Ismoilov bu asarda Amir Temurning nafaqat sarkarda, balki kuchli iroda egasi, o'z xalqining ozodligi va birligi uchun qayg'urgan millat rahbari sifatida gavdalantirishga harakat qilgan.